Mavzu Navoiy ijodida nutq madaniyati masalalari, reja, mutafakkir asarlarda nutq madaniyati xususida, Muhokamat ul Lug'atayn asarida til va tafakkur masalalari, Mahbub ul Qulubda voizlar va til odobi haqida. Navoiy til deganda nutqni ko'zda tutgan. Til, ya'ni so'z, o'zining ko'p yaxshi fazilatlari bilan nutq uchun material ekanligini, nutqning qo'polligi, maqsadga muvofiq bo'lmasligi, so'zlovchiga zarur yetkazishni alohida ta'kidlab o'tadi. Tor ini sichqonga solib erdi egam, tuyrug'iga bog'ladi g'irboli ham. So'z chu takror topi dilkash emas. Xushomadil ta'mga moyil yoki laganbardorona so'z uni hayot mazmuni, tirikchilik manbaiga aylantirish ham illat. Navoiy talqinida bunday kishilarning tili kesilsa yaxshi. Chu xushomad demakni boshlasa kosh, kim tutolsa dami kesilsa tili. Ha, Navoiy so'zni ajib, sehrli va qimmatbaho gavhar sifatida e'zozlaydi. Ko'pgina baytlarda, ayniqsa Hamsa, Mahbub ul Qulub singari asarlarda so'z uning o'rni, inson hayotdagi ahamiyati, so'zlash manbai, so'zning badiiy ijodga mavqei, so'z odobi kabi tomonlar xususida mulohazalar bildiradi. Madaniyati borasidagi boy va noyob meros mahorat bilan Navoiy bularni umumlashtirib chiqqan. Tilni, so'zni qadrla, uni hurmat qil. Yaxshi so'zlay olish nutq san'atdir. Kishining so'z nutqi uning aqliy kamolotdan darak beradi. Xushmuomala shirin so'z bo'l, tilning bilan kishilarga ozor berma. Bo'sh og'iz bo'lma, suhbat sirni saqlashga o'rgan. Qaysi majlisdir kim eshitsang so'zning, bilgil ul so'z senga omonatdir. Gar ani o'zig'a yerg'a naql etsang, ul omonatga bu xiyonatdir. Nutq madaniyatining asl mohiyati Navoiy asarlarida o'zining yorqin dalilini topdi desak, maqsadga muvofiq bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.